Gulira'no Qosimova masalasida Gulira'no bilan ilk suhbatlashganimda o'ta yuksak saviyada, o'ta yuksak madaniyat bilan gaplashdim men. Keling siz bilan gaplashmayin dedim. Bu masala yarashmaydi. Sizni hozir mavzuyingiz yalang'och holdagi videoyingiz mavzusi. Eringiz kelsin o'tirib gaplashaylik dedim. Agar bilsangiz dedim, sizni himoya qilyapman men dedim. Harakat qildimki, masala millat xalq masalasi ekanligini. Shaxsan bu Gulira'noni masalasi emas bu yerda. Bu yerda oqibat bor, seni farzandlaring bor, seni atrofingdagi ertaga yashaydigan jamiyating bor. Sen quloq solsang senga foydasi bor dedim. Nima dedi? Hangrayapsiz dedi menga. Mendan necha yosh kichkina? Hangrayapsiz deyapti. Qanaqa axloqi bor bularda? Qanaqa odobi bor? Shuni o'sha Otabek Jo'rayev ham, ana Otabek Hamidov degan 131 ham hammasi qo'yib, mana Abror yeb qo'ydi. Sirosh ham qo'ydi, ana Abror yeb qo'ydi. Nimaga? Abror shu kungacha botil ahli bilan hech qachon yengilmaganda, bular yengildi deb tasavvur qilib qo'yib qo'ydi. Yo'q. Men o'tda axloq, odob bilan andisha bilan gapirdim. Andisha qildim. Bular andishani otini qo'rqoq deb o'yladi. Keyin Feruza Jo'rabekovnaga men uzr so'rab chiqdim. Mendan hech kim talab ham qilgani yo'q, ko'rishib gaplashganim ham yo'q. Men bir paytlar qattiq keskin gapirganman. Masala shaxsiyat emas edi. O'sha mana shu mavzularni olib chiqmalaring ayni xuddi shu bo'lgan. O'sha Abduqodir Mo'minovga ham chiqqan gapirganman men. Sizlar dayussanlar deganman. Shu masalani ko'tarib yuribsanlar. Noto'g'ri narsa bu deganman. O'sha paytlarda Feruzaga nisbatan keskin gaplarni gapirib o'rganman. Keyinchalik o'zini gapini eshitib qoldim men. Men dedi 2,5 yil dedi odamlarga ko'rinmadim dedi. Rosa o'zim bilan o'zim kurashdim dedi. Bu tavba nishonasi. Bu pushaymonlik bu. Qilgan ishini oqlab olib, men to'g'riman, menga sahna yaratishdi degani yo'q. Ochiq uzr so'radim. Nimasi yomon bu? Bir ma'noda men erkak kishiman, bir ma'noda men musulmonman. Dunyoni o'zida Yulduz Usmonova bilan. Yulduz Usmonovani nima desa hech kim ro'barosga chiqa olmay turgan edi. Men chiqib uni eshak o'g'risi sendan afzal dedim. Sendan eshak o'g'risi afzal dedim. Agar yana dinga aralashsang bundan keskin gapiraman dedim. Sen dindor olim emassanki, sen ashulangni ayt. Sansiradim. O'sha yerda aytdimki, agar dedim, tavba qilsang bo'ldi, men uzr so'rayman dedim. Keyin eri keldi, gaplashdik, kelishib oldik. Yulduz chiqdi, bo'ldi, men gapirmayman dedi. Shu kungacha bir vaqtasi insof yana yo'q. Mahmud Abdulmo'min degan sharafsiz atlasishton bor. Yevropada o'shalarni galiboylarni bergan ovqatini yeb yurgan. O'sha mana Yulduzdan uzr so'radi deyapti. Uzr so'rash erkak kishining ishi hisoblanadi. O'sha Yulduz erkaklikda Mahmud Abdulmo'mindan ustun turadi. Chunki Yulduz o'shandan keyin biror og'iz din haqida gapirgani yo'q. Gapida turdi. Gapida turgani uchun men chiqib turib, men uzr so'radim keskin gaplarim uchun. Chunki aytgan edim buni. Ha, bular endi mana hozir siz aytyapsiz, Temur. Kechirim so'raganingizni, men kechirim so'raganimni, kechirdim deganingizni, Feruzadan Abror Muxtorali kechirim so'raganini chaynab o'tirishibdi. Nimaga? Bularda shunaqangi vijdon, shunaqangi saviya yo'q. Saroy mulla deb qo'yadi. Sen qayerda mullatsan? Ha? O'zbek xalqini ya'ni ichki ishlar tizimini, butun boshli tizimni tahdid qilyapti o'zicha. Ketingda axlat osilib yotibdi sanlar. Sanlar ichki ishlar tizimi, men ichki ishlar tizimini zakazi bilan ish qilmayman. Ko'zim ko'rib turibdi ichki ishlar tizimining xizmatini. Ko'rib turgan narsamni e'tirof qilishim iymon alomati bu. Iymonning buyrug'i. Alloh taolo va la in shakartum la azidannakum degan, shukr qilasan keyin ziyoda qilaman degan. Va la in kafartum inna azabi la shadid degan. Agar kufr keltirsang, mana shu ne'matni ko'rib turib, ne'matga qarshi yursang, azobim qattiq degan. Bu iymon taqozosi bu. Ikkita odam xato qilgan bo'lishi mumkin. Xatosini mana shu Siroj Media xatosini ko'rib turgan. Ularning xatosi noqonuniy ushlab turdi degan ayb qo'yishgan. Yana so'roqsiz birovni uyga bostirib kirdi degan ayb. Bular administrativ ayb hisoblanadi. Ikkalasini ham isboti bo'ldi. Noqonuniy ushlab turmagan,
Ikkalasi ham telefonni o'zida bo'lgan, oxirgi sudda guvohlik beryapti. Va Melikni vizifiga Lubbu xonadonga bostirib kira oladi. Eshikdan emas, derazadan ham kirishga haqqi bor. Chunki ichkarida maktab yoshidagi qizni olib kirib ketdi degan vizit bor. Endi Melikka telefon qilsa kelmasa, Xudo ko'rsatmasin sizni yoki yaqiningizni yoki shu sirotchi qizini kimdir olib ketib zo'rlayotgan bo'lsa, Melikkiga kelmasa, nima bo'ladi? Endi Gulivano nima deyapti Siroj bilan qo'shilib olib? Meni urib, tepib, 2 metrga uchirib yorib, meni soliqchi bilan birga zino qilganlik sahnasini yaratdi deyapti. Men shu gapini noto'g'ri deyapman. Boshqa gapga aralashganim yo'q. Bular mana shu o'yinlari buzilib qolganligi uchun abrori saroy mulla deylik, eng oson yo'l deyishibdi. Yo'q, bu oson yo'l emas, Otabek Jo'rayev. Bu oson yo'l emas. Bu gap bilan qutulib chiqib keta olmaysanlar. Sizlar 19 minutlik video bor, urib yechintirgan dedilaring. 9 minutlik video bor, urib yechintirib, bunga bizda bu videosi bor deding, Gulirano. O'sha yechintirganligi, urganligi videosi menda bor dedim Kusherbayev bilan suhbatda. Bu gapingni butun xalqqa yedirdilaring. Butun xalq ichki ishlarni haqorat qildi sanlarning gapingga ishonib. Chiqib endi uzr so'rashga sanlarda vijdon ham yo'q, qilmayapsanlar. Bizni uzr so'raganimizni ustidan kulyapsanlar. Biz uzr so'ray olamiz. Xato qilishdan inson holi emas. Sanlar ham xato qilasanlar. Yo sanlar aytgan gaping illo amalga oshish kerakmi? Otabek Jo'rayev, sanlar nima qilsang bo'laveradimi? Er-bor xotin bilan nikohlanmasang nikoh bo'laveradimi shu? Endi bular o'tirib gaplashadigan, muxotab oladigan saviyadagi odamlar emas. Bular, men o'sha boshida aytganman, o'sha Abduqodir Mo'minov masalasida ham aytganman. Jurnalistikada pul olib murojaatni yoritishlik bu xolislikka putur yetkazadi. Bular pul olib qilyapti. Siroj ham pul oladi, Otabek ham pul oladi. Men pulsiz deyapti. Yo'q, pulsiz mumkin emas. Qayerdan pul olyapsanlar? Va'da qilingan pul bor sanlarga yoki berilgan pul bor. Tekinga harakat qilayotganlaring yo'q. Aytishlaring mumkin, lekin kelajakda albatta shu puldan umidlaring bor. Yoki bu murojaatda yutib chiqsalaring, boshqa murojaatchilarga reklama bu. Tekinga keldim deganlaringda reklama. Siroj tekinga keldim degan har bitta YouTube'da kartasini qo'yib qo'ygan. Yolg'onlari fosh bo'ldi. Men albatta qamalib ketishligi, boshiga musibat kelish tarafdori bo'lmaganman. Gapim to'g'ri chiqdimi? Chiqdi. Gulivanoga sanlarning tarafini olyapman deganim to'g'ri ekanmi? Tarqatmalaring deganim to'g'ri ekanmi? Shu Gulivanoni shu darajada sharmanda bo'lishligini tahliliga o'zi sababchi.